Assalomu alaykum. Sirojli bozorini kuzatuvchi biz obunachilarimiz. Jigulilar hali ko'p savol berishadi. Jiguli tugab qoldimi? Jiguli nimaga tugaydi? Okalar. Nimaga tugaydi? YouTube kanaliga joylab boryapman Jigulilarni. Sizlar ko'rib bir olish niyati bor insonlar kelib ko'rib minib ketsin degan maqsadda joylayapman-da. U kommentariyaga har xil gap yozishinglarni xohlab yozgan yerim yo'q. Chiqarib tashlaydimi? Metallomga aylanadimi? Bu sizlarga nima qizig'i bor okalar? Nima qizig'i bor sizlarga? Yo'qsa like bo'lsang, yo'qsa telefon qiling, ko'rgingiz kelsa kelasiz, olasiz, haydaysiz, ko'rasiz. Olish niyatingiz bo'lmasa, chiqarib tashlash niyat bo'lsa, bitta bo'lsa, o'tib ketadi tevaga. Bizda hali Jiguli ko'p mana. Ko'p mana. $1000 dan $500 dan $2000 gacha Jigulilar bor. Har bittasini kerak bo'lsa metallomga topshiraman. Shu to'xta degan kun metallomga topshiraman, sizlar xavotir olmanglar. Moshina meniki, pulini men sanab berganman. Sizlar bundan xavotir olmanglar, iltimos sizlardan.